Assalomu alaykum hammaga. Mana mashina modelimiz o'tgan bo'lsa trendda bo'lgan. Narxlari ham 6,5 dollar. Ko'ringlar. Bunisi ham mana qorasini вообще yetkazolmay qo'yganmiz oxirgi paytlari. Zo'r modellarimiz bor. Ko'ring. Mana uy ichiga kelgan papchkalarimiz juda ko'p sotilyapti O'zbekistonda. Mana shu modelimiz ko'ring. Yetkazolmaymiz. Haftasiga olamiz. Mana doktorni ko'ryapsizmi? Buni 3 yil, даже 4 yil bo'ldi işte. Hali ham trendda, hali ham modada yuribdi bu. Basanochkalarimiz ko'ringlar, juda ham zo'r, hamma ranglardan bor. Yengilroq so'ragan oyoq kiyimni mana oyoqda shu bor yo'qligi bilinmaydi, juda ham yengil. Mana Zara'nikidan ko'ring, mana Zara'ni birga bir qilib ishlab qo'yilgan, juda ham sifati zo'r. Originalni bilasiz, qimmat bo'ladi, 100 dollarning yo'qda bo'ladi. Mana shunday olsiz bo'ladi, narxlari 12-13 dollardan modeliga qarab almashadi. Lekin unaqa qimmat chiqmaydi. Mana badosh pastroqni so'raganlarga ko'ring. Razmerga keladi. O'shanday nimalarni so'raganlarga mana Louis Vuittonniki bor. Mana Neoshning ko'ring. Bu ham Zara'niki. Qanaqa zo'r narsalari bor. Biz shundan zakaz qildik mana kumushligi. Keyin mana o'sha ham o'tgan hafta olgandik. Bu ham Zara'niki, zo'r ketdi bu ham. Zo'r sotildi. Qizlarimiz uchun, kelinchalarga, ular umuman yosh tanlamaydi bu ham, ko'ring. Oyog'ingizni bor yo'qligi bilinmaydi. Mazza qilib kiyasiz bor-ku. Zo'r chiqdi shu narsalar. Zo'r sotilyapti hozirgi kunda. Mana bu ko'ring. Bu ham zo'r narsa. Uy ichiga kiygan hermoslarimiz hamma rangidan bor. O'zingizga moslab, kiyimingizga moslab, sumkangizga hamma narsangizni moslab olsangiz ham bo'ladi. Mana bu yoqda qarang, yana har xil gulliklar bor. Mana bu Louis Vuitton qarang. Juda ham zo'r ishlangan buni. Materialga bu uncha uzilib yirtilib ketgan narsa emas bular. Mana mashina bilasiz, originali juda qimmat turadi. Xitoyda o'zi 72 dollardan savdosi optim berayotgan narsa, bizda вообще arzon. Birga bir ishlangan, qarang, sifatini qarang, sifati zo'r chiqqan. Original kiyizmi, kiyizmi, hammasi bir xil turadi. Pradani ko'ring.